Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Gentra suraga obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz akalar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu kapotda bor deb aytishmoqda. Oladigan odam ustasiga ko'rsatib tekshirib turaveradi. Tayyor diskalar bilan akalar 3-pozitsiya avtomat lyuklar bilan. Xo'sh. Wow. Motor holatlari tayyor 4-inch pakalina propellari bilan. Sotiladigan holatda turibdi. Motor hadoy korobkalarda ishlov deb aytishmoqda akalar. Xo'sh. Mashinamiz ichkari salon holatlari. Lelonim ko'rik, zavodskiy holda, rollar qo'yilgan. Yurganiga keladigan bo'lsak. Xo'sh. Yurgani 209 ming yurgan ekan akalar. Mashinamizning orqa salon holatlari. İçine bitta himchiska qilib o'rasizlar, mashina ko'rib turibsizlar. Yomg'ir yoqqan, yuvilgani yo'q. Bitta himchiska kerak. Xo'sh. Propan holatlari, pol holatlari ideal holatda turibdi. Akalar, 222 farlar qo'yilgan. Xo'sh. Oldilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizni ko'rishlar. Akalar, xohlagandagi to'la xohlasalang o'tkazib olasizlar, xohlasalang prostoy, xohlasalang generalni qilib berishaverar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, $7500 kam bor. Variantga bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zimizda mashina eslatib o'tay, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Mana shu territoriyaga yetmay qolganiga ozgina kelishaveramiz, 1-2 oyga deb aytishmoqda akalar. Narxi 7500 kam bor, savdosini qilib olaverasizlar. Mashina rasxod yo'q, o'sha bitta rasxodda polni himchiska qilib o'rasizlar. Bo'ldi, rollar taqilgan, diskalar taqilgan, kamchiligi yo'q. Telefon raqamlarini opsiyaga yozib qo'yamiz ekan, bemalol aloqa qilsa, xudo chiroyli narxlarda qilib berishadi. 303 nomerlar bilan generalni ham bo'laveradi. Ekranni pastida opsiyaga nomerlar yozib qo'yamiz, opsiya va kommentariyaga bemalol olib, telefon qilib narxni kelishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomiz kimgadir foydali bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.